Nega aynan vayrona uylar va yongan daraxtlardan boshqa narsasi qolmagan Los-Anjeles yondi degan savollar kun tartibiga chiqdi. Yong'inlar boshlanishidan bir necha soat oldin Los-Anjelesda Oltin Globus mukofotini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Marosim boshlovchisi euforiyaga berilgan holda Los-Anjelesni xudosiz shahar deb ataydi. Xudoning hissasi nolga teng ekanligini aytadi. God, creator of the universe, zero mentions. Shundan so'ng 30% dan ortiq aholisi kino sanoatida faoliyat yuritadigan deyarli hamma Gollivud yulduzlarining makoni hisoblangan Los-Anjeles tez orada yonib kul bo'ldi. Ular istehzo qilib yurgan narsalari ularni o'rab oldi. Ya'ni istehzo qilib yurgan narsalari degani kulib yurgan, masxara qilib qani azobingni keltirishdi deb yurgan narsalar. Agar prezident bo'lsam, G'azoni jahannamga aylantiraman. Ha do'stlar, bu AQShda haqiqatdan ham prezidentlikka saylangan Donald Trampning so'zlari edi. U hali rasman prezident sifatida ish boshlamadi, ammo Amerikaning o'zi jahannamga aylandi. Kaliforniyada boshlangan o'rmon yong'inlari mamlakatning eng katta milliarderlari va AQShning kino tarixi yaratilgan ulkan muhtasham shahar Malibu shahrini ham egallab oldi va AQSh hukumatiga jami hisobda 150 milliard AQSh dollaridan ziyodroq zarar yetkazdi. AQShning markaziy va janubiy shtatlaridagi tornado oqibatida halok bo'lganlar soni 40 dan oshib 50 ga yaqinlashmoqda. Qo'shma Shtatlarda bir necha kundan beri tornado davom etmoqda. Tabiiy ofat asosan davlatning markaziy va janubiy qismiga zarar yetkazyapti. Amerika matbuotiga ko'ra, turar joy binolari, infratuzilma obyektlari, maktablar vayron bo'lmoqda. Prezident Donald Tramp AQSh Milliy gvardiyasini bo'ronga qarshi kurash uchun jalb qildi. O'zining ijtimoiy tarmoqlardagi platformalarda esa odamlarni ko'proq ibodat qilishga chaqirdi. Men va Melaniyani chuqur tashvishga solgan bu bo'ronlar sabab ibodatimizga qo'shiling deb yozadi Tramp. Mana tornadolar keladi, qarang, qancha kufr yurtlariga. Har yil deyarli shunaqa bo'ladi. Qancha talofat bo'ladi. Ular shuncha talofatni faqat turib vertolyotdan kuzatib, zararlarni sanab yurishdan boshqa narsa yaramaydi. Oyat davomida aytadi: "Fasbahu la yura illa masakinuhum." Ular shunday bo'lib qoldilarki, maskanlardan boshqa narsalar ko'rinmay qoldi. Ya'ni shunday qum tagida qolib ketdi hammalari. Maskani degani yashagan joylari. Shuning uchun hozir arxeologlar ham hatto topilgan yo'q ular joyini. Umuman qum tagida qolib ketgan shahar bilan qo'shilib ular. Yaman yerlarida. Endi bu qissadan hissa nima bizga? Faqatgina ertakmi bu qissalar? Ha, yomon bo'lgan ekan. Shuni o'tib ketilaveradimi? Yo'q. Oyatlarni qarang, davomida shuncha aytayaptiki, kazalik, ana shunaqa bo'ladi deyapti. Bu nima degani? Hammangga shunaqa bo'ladi degani. Allohning bir sunnati bu. Bu faqatgina Od qavmiga kelgan balo emas. Kazalik najzil qawmal mujrimin. Jinoyatchi qavmlarni xuddi shunday jazolaymiz. Jazolaymiz degani dalilki qiyomatga qadar degani. Faqat o'tib ketdi emas tarixda. Jazolaveramiz ana shunaqa. Jazolayapti hammi? Mana tornadolar keladi, qarang, qancha kufr yurtlariga. Har yil deyarli shunaqa bo'ladi. Qancha talofat bo'ladi. Ular shuncha talofatni faqat turib vertolyotdan kuzatib, zararlarni sanab yurishdan boshqa narsa yaramaydi. Shunaqa deyapti Alloh. Shunday jazolaymiz jinoyatchi qavmlarni. Jinoyatchilar yana shu gap kelyapti. 17-marta o'tdik shu paytgacha hozir tafsir darslarida. Alloh doimo Qur'onda dinga amal qilmaganlarni mujrimin deydi. Jinoyatchilar ular deydi. Lekin endi hozir oxir zamon dinga amal qilsangiz jinoyatchi bo'lib qoldingiz. Bu degani qaysi dinga kurashsang, ana shunaqangi damor, vayronagarchilik kutyapti seni degani. Kazalika najzil qawmal mujrimin. Ana shunday qilib jinoyatchi qavmlarni jazolaymiz. Endi kimdir aytishi mumkin-da, ha, ularda hozirgi zamondagidek texnologiyalar yo'q bo'lganda, ular imkoniyatlar yo'q bo'lgan, shuning uchun ham qirilib ketishgan. Hozir biz unday bo'lmaymiz deyishligi mumkin. Shularga javob berib qo'yadi oyat davomida, qarang. Va laqad makkannahum fima immakkannakum fi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la af'idatuhum min shay' id kanu yajhaduna bi ayati llah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un.
Biz ularga shunday imkoniyatlar bergandikki, sizlarga bermagan imkoniyatlarni bergandik. Ya'ni ular ham rivojlangan odamlarni o'zlariga yarasha. Buni Qurayshga aytilyapti hozir. Qurayshdan-da sivilizatsiyasi kuchli edi ulardan. Mana tarixiy obidalardan buni bilasiz. Qurayshdan hech vaqa qolmagan. Ulardan qancha tarixiy obidalar bilan Firavunlar boshqalarda qanchasi turibdi haligacha. Tog'dek bu. Oyatda ikki xil tafsiri bor. Birinchi tafsir ana shunaqa. Fima immakkannakum fihi degani sizlarga berilmagan imkoniyatlarni ularga bergandik. Shunga qaramay halok qilib yubordik. Ikkinchi tafsiri esa agar ularga berilgan imkoniyatlarni sizlarga berganimizda sizlar undan battar zolim fosiq bo'lib ketardinglar degan. Bunda endi o'zini ma'nosida qoldiriladi, agar ma'nosida yani. Ikki xil ma'noda tushunsak ham bo'ladi oyatni. Yana hozirgi zamonda ham hattoki qarang, shuncha imkoniyat berilishiga qaramay, Sputniklari bor. Katta tornadolar kelayotganda, shuni avvaldan bashorat berib qo'yishdan boshqa hech narsaga yaramaydi kofirlar ham. Katta tornado kelyapti, Sputnikdan rasmini olib qo'yadi bo'ldi, boshqa hech narsaga yaramaydi. Odamlarga qochinglar deydi bo'ldi. Evakuatsiya qilinadi bo'ldi. Keyin tornado kelib urilgandan keyin talofatlarda vertolyotda qarab, tomosha qilib videoga olib chiqishdan boshqa hech narsaga yarashmaydi. Ana shu sivilizatsiya insoniyatni Allohning balosidan qutqarib qola olmasligiga dalil. Mana ularda ham sivilizatsiya bor edi deyapti. Ularda ham quloqlar qilib bergandik biz deyapti Alloh. Ularga ham ko'zlar bergandik, ularga ham qalblar bergandik. Ya'ni ular ham o'zlaricha eshitadigan, ko'radigan, aqlini ishlatadigan odamlar edi. O'zlaricha ular ham bir narsalarni ixtiro qila olsa bo'lar edi. Lekin tama'ana anhum sam'uhum va la absaruhum va la afidatuhum min shay. Ularga na quloqlari, na ko'zlari, na qalblari biror foyda bermadi. Ko'rib turib Allohning balosi kelayotganini, eshitib turib, anglab turib hech narsa qila olmadilar. Mana aytganimizdek, vertolyot bilan qarab, rasmga olib yurishdan boshqa hech narsaga yaramadilar degan. Hozirgi zamondagi. Yana bir ma'nosi buni ularga Alloh shu haqni eshitsin deb quloq, ko'z, qalb bergandi. Shuni ko'rsin, anglasin deb. Lekin ular ishlatmadilar shuni. Quloqda haqni eshitishga ishlatmadi. Men eshitmayman, o'zim bilaman deb mutakabbirlik qilib yuravergan. Haqni ko'rishga ishlatmadi. Haqni anglashga qalbini, miyasini ishlatmadi. Natijada ularga bu aql, ko'zlar, quloqlar foydasi bo'lmadi. Zarariga ishlagan. Chunki ular izkanu yajhaduna bi ayatillah, Allohning oyatlarini inkor qilardilar. Va haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ular istihzo qilib yurgan narsalari ularni o'rab oldi. Ya'ni istihzo qilib yurgan narsalari degani kulib yurgan, mazhar qilib qani azobingni keltirishdi deb yurgan narsalari.